Ko'plar bolalarning sochiga ham qanaqa ishlatadi deb yana haligacha so'rashadi. Mana boshini hozir yuvib chiqqan, fen bilan hali quritmaganmiz, o'zi qurib qoldi. Sochini uchlari ho'l hali. Ho'l holatida ham sepsiylar bo'ladi, shunaqa namroq holatida ham sepsiylar bo'ladi. Fen qilishdan oldin iloji boricha sepib olamiz. Sababi bu как termozashita ham xizmat qiladi bizga. Va taraganimizdan уже sochi rangi ham o'zgaradi, bleskroq bo'lib qoladi. Bu hech qanaqa ichida qo'shimcha kimikatlar hech narsa yo'q. Hammasi natural narsalar. Undan tashqari bolani mana bunaqa farq ochgan taraflariga, oldi taraflariga sepib, yo qo'limiz bilan massaj qilamiz, yo massajyor bilan qilamiz yoki taroq bilan mana bunaqa yaxshilab tarab qo'yaveramiz. O'shanda sepgan spreyimiz bolani boshini terisiga singiydi va o'sishini tezlashtirib beradi. Mana xuddi shunaqa qilib ishlataverasizlar.